Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabı dersimizin devamında. İmam Bukhari Hazretleri şundaq deydi. Yer yutib ketken yoki ma'lum bir samaviy azab tushgan o'rinlarda namoz o'qishninki bayoni haqida to'xtalib bundaq deydi. Bayon qilinishicha Hazrati Ali roziyallohu anhu Babul degan yurtda shu yer yutib ketgan bir rayon bo'lganda Babulda. Bu yerda namoz o'qishni makruh deb qaraganligi bayon qilingan. Balkim bu Namrudning shahri hamda Bag'doddan 80-90 kilometr atrofida, Bag'dodning janubida. Furat daryo bo'ylariga joylashgan qadimgi shahar Babul shahri desa, u tarixda uzun. Namrud esokildi. Bu Parislarning munoyati mashhur shahri deb qaraladi bu. Balki bu Namrudning zamonida Alloh qarshi chiqqan taraflar tufaylidan bir qism zolimlar o'z nafsiga zulm qilgan zolimlar o'tganda bu yerda bir yer yutish bo'lgan. Balki mush o'rin bo'lishi mumkin, vallohu alam. Muhimi Allohning azobi tushgan joyda namoz o'qishni Hazrati Ali roziyallohu anhu makruh deb qaragan ekan. Bu 433 numaralı hadis. Bu hadislarninki tercümalidagi ravilarning tercümali başta o'tgan umuman. İmam Bukhari Hazretleri bizga İsmail ibn Abdullah hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining tercümalimi o'tgan İsmail ibn Abi Uvays nomida. Uningdan boshqa bu odam Manga Malik hadis so'zlab bergan edi deydi. İmam Malik rahmetullahi alayh Abdullah ibn Dinar degan kishidan. Bu mübarek Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu'da bayan qilgan deydi. Abdullah ibn Ömer bo'lsa Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki mundaq deganligini bayon qilib, Rasululloh mundaq degan edi deydi. Ya'ni bu Allohning azobiga, jazosiga uchraganlarniki yutuq chimanglar. Agar kirish hojat bo'lib qolsa, yig'ilgan holatga kiringlar. Agar mumkin bo'lmaydigan ahvol bo'lib qolsa, yig'layolmagan taqdirdami ularga chimanglar. Agar yig'layolmasanglar, ularning yutiga kirmanglar. Ular uchirgan, ular duchar bo'lgan azob sizlargami tushib qolmasin, sizlargami bu azob kelib qolmasin deb shunday degan. Bu hadisda hamda Payg'ambar alayhisolatu vasallam Tabuk g'azoti yuz bergan yilnisa Tabukka o'tkizilib Samud qavmining diyori bo'lgan Madain Salih degan yerda o'tgan. Ya'ni Hijr deb atildi, Madain Salih deb atildi. Salih alayhisalomningki yurti. Bu shu Madinaninki shimoliga 300 kilometr kelgan bir yurt hamda 320 kilometr atrofida. Bu Samud qavmi bu yerda hilak qilingan. Allohning azobiga uchragan bir joy bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu yerdan o'tish jarayonida mushadisini o'ttirib qo'ygan. Shunlashgan mushadisini asoslanib turib, ulamolar mushtaq azob tushgan o'rinlarda namoz o'qishni makruh. Bunda azob tushgan, Xudoning azobi tushgan bundaq o'rinlarga yig'ilgan holatga kirish kerak. Albatta, shunlashgan shu Madain Salihga sayohat uchun, ko'ngil ochish uchun berishni bu ya'ni bo'lib Ibn Usaymin rahmatullohi alayhi va undan boshqa ulamolar buni to'g'ri topmagan. Chunki buni cheklashda shu o'rinlarda sayohat asosida, ko'ngil ochish asosida o'tib qolgan vaqtida shular duchor bo'lgan bu azob bu insonga tushib qolmasin. Balki qalbidan iymon tortilib ketmasin. Shu orqali ularga tushgan azob bu kishining beshiga kelib qolmasin degandek qarashlarni o'ttirib qo'ygan. Tövendeki bab endi Çirkavda, Yahudilarning çirkavlarida, ibodatxonalarida namoz o'qishniki hukmi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu'niki deyishcha, biz sizlarniki çirkavlaringlarga kirmaymiz. Chunki bu yerda sizma, ya'ni hayvonot, jonliqlarniki rasmi bor deb shunday degan. Buni qachon degan vaqtida Hazreti Ömer roziyallohu anhu Şamni ziyorat qilgan vaqtida Şamniki nati cho'ng bir popi tamoq taklif qilgan. Shu chirkavga kirishni tashabbus qilgan. Shu vaqtida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu
Canlıq narsalarning suratlari bo'g'ishga kirmaymiz degan. Hazrati Abdullah ibn Abbas chirkavlarda namoz o'qiydi dedi. Lekin canlıq narsalarning suratlari bor chirkavlarda o'qimaydi deb shunaqa degan. Bu 334 numaralı hadise İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Muhammad hadis so'zlab bergan deydi. Bu Muhammad ibn Salam İmam Buxoriyning büyük ustozi Muhammad ibn Salam al-Baykan deb bo'lsa kerak. Bu zot deydi bizga Abdah xabar bergan deydi. Bu Hisham ibn Urvadan, bu kishi dadasi Urvat ibn Zubayrdan, bu kishi ammasi Oysha onamizdan. Haqiqatan Ummu Salama radhiyallohu anha bu kishi zatmi payg'ambarimizning sevimli ayoli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Habasiston tuproqlarida ko'rgan bir chirkavni so'zlab berdi. Chunki yo'ldoshi Abi Salama bilan shu yerga hijrat qilgan bu Ummu Salama. Burunqi eri bilan. Keyin buni eri udab ketgandan keyin Rasululloh bilan to'y qilgan. Shu paytlarda turibdi-da. Bu chirkavning ismi Mariya ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bu Mariya chirkavida ko'rgan suratlarni bayon qilib o'tdi. Janob Rasululloh dediki, mana bu ashqaqlar yaxshi odam o'lib ketsa yoki bir obdariq yaxshi zotlar o'lib ketsa, uning qabrisiga masjid silib, uning suratlarini sizib qiladi. Mana ash rasmni shu. Mana bular Allohning dargohida eng nachar odamlar deb sifatlagan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Chunki bular shirkka, butparastlikka yo'l olgan shu orqali. Bugungi darsimiz mushayish bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.